Markaziy burchagi 120 gradus bo'lgan doiraviy sektorga doira ichkisilgan. Agar berilgan doiraning radiusi R ga teng bo'lsa, tashqi qisilgan doira radiusini toping. Hop, bizga berilgan doira deb katta doirani nazarda tutyapti. Shuni radiusi R ga teng bo'lsa, kichik ichki qisilgan doira radiusini topish talab qilinyapti. Demak, burchakka ichkisilgan doira markazi shu burchak bisektrissasida joylashadi. Ya'ni O1 markazimiz O burchak bisektrissasi. O burchagi 120 gradus bo'lsa, uni yarmi 60 gradusga teng. Hop, O1 aylana markazidan aylanani katta radiusga urilish nuqtasiga perpendikulyar tushiramiz. Bu aylana radiusga teng. Hop, bu burchagimiz 60 gradus, bunisi 90 gradus bo'lgani uchun bu burchagimiz 30 gradusga teng. Dastlab kosinus 30 gradusimiz yopishgan katet radiusni O1 ga nisbat. Bu yerdan O1 topadigan bo'lsak, radius taqsim kosinus 30 gradus. Radius taqsim kosinus 30 gradusdagi qiymati ildiz 3 taqsim 2. Irratsionaldan qutqarsak 2 ildiz 3 taqsim radiusga teng. Ikkinchisi, ON kesimi uzunligi O1 plus O1 n ga. Ya'ni ON kesimi bizda radiusga teng. O1 masofamiz yuqorida topdik 2 ildiz 3 taqsim 3 radius plus O1 n masofa ham bizda kichkina radiusga teng. Demak, 2 ildiz 3 taqsim 3 plus 1 ko'paygan radius. Bu yerdan radius topadigan bo'lsak, hop, radius tenglik 3 ta radius taqsim 2 ildiz 3 plus 3 ga. Irratsionaldan qutqarsak 3 ta radius ko'paygan 2 ildiz 3 minus 3 taqsim 12 minus 9. Bu bilan 3 qisqarib ketadigan bo'lsa, demak, hop, 2 ildiz 3 minus 3 ko'paygan radius. Demak, javob 2 ildiz 3 minus 3 ko'paygan radiusga teng.